Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, endi yaqindan kelganlar bilan uzoqdan kelganlar menga qolib ketibdi, to'yda ochib berish haqida. Assalom deganda alaykum assalom deb qo'ylar. Mana endi kelin kuyovni ham ko'ryapsizlar. Kelin kuyovdan kuyov kelindan xunuk to'g'risi eshakka mejika taqqanday bo'lib o'tirishibdi. Bilmadim bularni hayoti darishini murar ekan to'g'risi. Shu fursatdan foydalanib 2 yosh nomidan o'zimga baxt tilamoqchiman. Nima deysizlar shunga? Zo'ra, albatta. U Hofiz ham mashida ko'ryapsizlar. Hofiz ham hozir shu eplab mana baxti davlatda aytib olsa, ota-onasi o'yinga tushganda qistirib oladi bo'ldi. Karyerasi davomida qaytib qistirib olmaydi o'zi. Karyerasi Alisher Fayzning qo'shig'idan keyin pastga tub burilish qilgan. Endi Hofiz Ali diqqan dishdan to'y bo'ladi degan qo'shigingiz rasabilari majjuqolar ekanda eshitadigan qo'shiq qo'ygan ham haqiqatda. Ko'z tegmasin, san'atingizga san'at, boshqa joyingizga boshqa narsa qo'shilsin u.